Ramazonni to'g'ri boshlash bo'yicha nutritsiolog sifatida bir qancha tavsiyalarni beraman. Albatta, challenge'imda bundanda ko'p ma'lumotlar bor, istoriyalarimda har kuni berib boraman. Hozir esa umumiy tavsiyalar. Demak, saharlikdan boshlayman. Saharlik bu eng muhim kuch beradigan, energiya beradigan etap hisoblanadi va albatta shu etapda biz oqsilli mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilishimiz kerak. Oqsilliga nima kiradi? Go'shtli mahsulotlar, tovuq mahsulotlari, baliq, do'kakli mahsulotlar, tuxum, sir, brinzali mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilish kerak va ularning oldiga zeylen, bolgarskiy, pomidor bodringlarni ham albatta qo'shish kerak, bo'lmasa suvsizlanib qolishingiz mumkin. Va imkon qadar saharlikda og'iz yopguncha ko'proq suyuqlik ichishimiz kerak. Shunda bosh aylanmaydi, og'rimaydi va yengil yurasiz. Kechqurun esa iftorlik eng kulminatsion moment ham bo'ladi. Chunki biz o'zbekchilikda iftorlikni juda ham boy o'tkazamiz. Iftorlikda men imkon qadar aytgan bo'lardim kamroq ovqatlanishi, chunki o'zi saharlikda bo'kib qolishingiz mumkin. Saharlikda ko'p ovqat yeyolmaysiz, saharlik qilmaysiz va shuni oqibatida sizlarning umuman organizmingizning strukturasi buzilib ketadi. Shuning uchun iftorlik albatta suv, xurmo, namozlaringlarni o'qib, salatinglarni yeb olib, yengil suyuqat yoki bo'lmasam yengil parni ovqatga e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Va eng muhim narsa iftordan keyin обязательно peshqum yurib kelish kerak, ya'ni hajba, harakat bo'lish kerak aynan ovqatdan keyin. U ham qon yaxshi aylanib, metabolizmni tezlashtirib, ovqatimiz yaxshi hazm bo'lishiga yordam beradi. Yana ham to'liqroq ma'lumotlar, yana ham to'liq retseptlar va informatsiyalar hammasi meni Ramazon challenge'imda bor, istoriyalarımda, kanallarimda kuzatishda davom eting.